Assalomu alaykum, hurmatli Mangi To'fitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlari. Bugun biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Saidota mahallasi Abay 3 ko'chasi 54-xonadon Fayzli uy-joy, ya'ni sotiladigan uy-joyning obzorini boshlaymiz. Yangiyo'ldan yuzlagan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Xudo xolasa shunaqangi zo'r uy-joylarni obzorini chiqarishda biz charchamaymiz, to'xtamaymiz. Mahalla mana tekis asfalt yo'l, Wi-Fi, gaz, svet, hammasi VIP zo'r bor. Maktab yaqin. Shu mahallaning o'zida 3 ta bog'cha bor. 320 3 sotixli uy-joy, $55,000 kami bor, mebellar bilan qo'shilib. Trassa, ya'ni Sergeligacha bo'lgan masofa 10 kilometr. Katta yo'l. Sergeli metrosigacha bo'lgan masofa 18 kilometr. Ichkarisini obzorini boshlayman. Qarang, hovlisi полный stяжка qilingan. Shinam zo'r, fayzli xonadon, chiroyli. Meni obunachilarim hammasiga shunaqa uy nasib qilsin. Juda ham zo'r. Ko'rib xos qiladigan darajada. Telegram kanalimizga lokatsiyasi, qisqa ma'lumoti, rasmlar bilan joylandi. Hozir uyning ichini obzorini boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimiz 4 xonali uy-joy. Qarang, kirganlaringizda shunaqa shinam, zo'r, fayzli xonalar kutib turibdi. Mana shu kiraverish hol. Mana. Birinchi xonasi, u ikkinchi xonasi. Mebellarini uy egasi bilan kelishilgan holda olib qo'ysangiz bo'ladi. Endi u tarafni kelishasizlar. Xonalar razmerlarini batafsil uy egasining o'zidan qolgan ma'lumotlarni uy egasining o'zidan so'rab olasizlar. Men qisqa tushuntirib ketaman. Uy egasining raqami opisaniyada qoldiraman. Telegram kanalimizda ham bor. Remonti yangi, yevro remont qilingan. Har bir xonada spalnisi, stol, shkaflar bilan bor. Hammasi yangi. Endi hovlini obzorini boshlayman. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlashing. Olaman deganlar keling, ko'ring, savdolashing, baraka qiling. Bu tarafda kataloniya xonasi. Kladovka. Aristonlar bo'lgan. Oshxonasi. Bu yoqda sanuzellar bor. Banya, hojatxona. Qarang. Hammasini zo'r, sharoit juda ham zo'r qilib qo'ygan. Bu tarafda uy egasi tovuqmi yo quyonmi bilmadim, lekin joy ajratib nimadir qurgan. Bu tarafda ham shunaqa. Menimcha parandachilik bilan shug'ullanaman degan bo'lsa kerak. Videoni tagida, opisaniyada uy egasining raqamini qoldiraman. Batafsil ma'lumotni o'zlaridan olasiz.